Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, traktor texnika ishqibozlari. Pul topish bo'yicha Libboy traktorga kun bermaydigan traktorimizda hozir eng optim narxlarini hisoblab obzorni qilib beramiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar, video tagiga raqamlarimizni yozib ketamiz. Bu traktorimiz akalar Xitoyda ishlab chiqarilgan Kite firmasiga tegishli 504 mini traktorimiz bo'ladi akalar. 4 porshilli 50 kuchli fujang motorlar bilan jihozlangan bo'ladi akalar bu traktorimizning motori. Hamda 60-70 agatlarda bemalol haydab ishlataverasizlar. Motorlarni ochib ko'rsatamiz. Katta akkumulyatorlardan qo'yilgan akalar bu traktorlarimizga. Toshlari ham oldidagi toshlari ham anchagina og'ir, katta toshlardan ilib qo'yilgan. Motorlari aytganimdek 4 porshilli 50 kuchli fujang motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Traktorlarimiz doimgidek 4x4 tortadi, rollari gidravlika holatda bo'ladi. Balon razmerlari qiziq bo'lsa akalar 8.3 ga 20 oldi balonlari, orqa balonlari esa 12.4 ga 28 bo'ladi akalar. Va balonlariga ham toshlari ilib qo'yilgan bo'ladi. Xo'sh, bu traktorimizda ko'pchilikka qiziq narxini aytib o'tib ketaman. Narxi akalar $10.600 qilib beramiz. Eng oxirgi narxlarini dekabr oyi mana yana aksiyaga traktorlarimizni qo'yyapmiz akalar. Eng oxirgi narxlarini $10.600 qilib beramiz. Bundan kami yo'q lekin. Bu traktorlarimiz navesli ko'rinishda bo'ladi. Kabinali emas, kabinali traktorlarimiz yo'q. Xo'sh, salon qismlarini, ponni obzorlarini qilib ko'rsatamiz akalar. Bu traktorimizning eng plus tomonlari akalar nasosli bo'ladi. Tashqi silindrli, bosadigan hamda ichki bartovoy variantda bo'ladi akalar. Ko'rib turganlaringdek orqasiga 3 korpusli diska pluglarimiz ilib qo'yilgan. Bu pluglarimiz komplektida emas, alohida sotuvda bo'ladi. Agar alohida sotib olaman deganlar uchun $800 dan qilib beramiz oxirgi narxlarini 12 ta viloyatga dastavka qilib chiqarib beramiz. Bu pluglarimiz ham sinovdan o'tgan pluglar akalar. 3 korpusli diskali pluglarimiz. Bular aylanadi akalar. Yerda og'darishi kamida 40-45 sm da og'daradi. Hamda Libboy traktorga qo'yasizlar, enini yopib berib ketadi bemalol. Ham bu traktorlarimizga nagruzka bermay ishlaydi akalar. Yerga qattiq yoki yumshoq joylarga botib qoladigan bo'lsa akalar, tiqilib qoladigan bo'lsa, diska aylanib og'darib ketaveradi. Traktorga nagruzka bermaydi akalar. Bemalol plug kerak bo'lsa ham murojaat qilaverasizlar. Aytganimdek ichki bartovoy variantda bo'ladi. Xo'sh, korobkalari, tag qismlari bo'ladi. Motorlari 2025-yil 6-oyda ishlab chiqarilgan bo'ladi akalar. Salon qismlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Boklari ham yoniga chiroyli qilib qo'yilgan, bemalol zapravkalarga kirib, xohlagancha salarga qo'yib chiqib ketsalaring bo'laveradi. Oldingi traktorlarimizga o'xshab kapot ustida, torpedani ustida yoki bo'lmasa kapot tagidan chiqmagan bo'lardi boki, yoniga chiroyli qilib baquvvat qilib qo'yilgan akalar. Salon qismlari ham akalar zavodskoy poliklari solib qo'yilgan bo'ladi. Tag qismlari umuman ko'rinmaydi, list bilan qoplangan bo'ladi. Bunga bemalol kabina yasab ishlatsalaring ham bo'laveradi. Rollar gidravlika holatda, tablolari shunaqangi chiroyli ko'rinishda ishlab qo'yilgan. Sidinalari ham mana shu chak orqali qattiq yumshoq rejimga o'zgaradi. Suyanadigan joylari ham yotadi, turadi, charchaganda bemalol damdob ishni qilsalaring bo'laveradi. Skorslari reversli bo'ladi, oldiga ham, orqaga ham bir xil skorsda yuradi. Avtomat korobkali deb tushunadi ko'pchilik buni. Avtomat korobkali bo'ladi. Seplenalari ham, tormozlari ham chiroyli qilib qo'yilgan akalar. Xo'sh. Yon toshbaqa tezliklari bo'ladi. Bunda ham mana orqa ko'rinishlari akalar, mana anchagina bahaybat traktorimiz hisoblanadi. Bitta ovozini eshitkizib ko'rsatamiz akalar. Xo'sh, kuzatib tursalaring.
Hurmatli kuzatuvchilar, kimga qanaqangi texnika kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Do'konimizda 18 ot kuchidan 50 ot kuchigacha bo'lgan har xil turdagi texnikalarimiz mavjud akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Video tagiga raqamlarimizni yozib ketaverasizlar. Eng oxirgi narxini aytib o'tganimdek $10,600 ga beramiz bu texnikamizni.